كلام omadsan Anizo g'irrada. Multfilmning qolgan qismlarini o'tkazib ko'rmaslik uchun videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bo'l, piraniya qo'shiqni boshla. Tug'ilgan kuning bilan. Nima qilding? Ilon bas qil, hech bo'lmasa qadaq so'z ayt. Xo'sh, Gapir. qadaq so'zla. Boshla. Bo'pti, aytaman, eshiting. O'z davrimda yetarli dushman orttirdim. Ko'p orttirdim, lekin dunyodagi hamma odamlardan ko'ra sizdan ozroq Bu nafrat. haqiqatan ham ta'sirli chiqdi. Janob Ilon uchun tug'ilgan kunlarni yomon ko'rgani uchun ham. Yashasa. Endi hammamiz o'g'irlik deymiz. Bularga bir qaranglar. Tug'ilgan kuning bilan, do'stim. Bo'pti, yoqimli ishda qolg'aylar. Piranya. Bunday qilma, og'ayni. Uxlab Juda qol. jiddiy Bo'ldi. U meni tushunmadi. Shunaqami? Juda soz. Voy bu. Botiroq borligini unutib qo'yibman-ku. Og'ayni qornim hozir yolvoryapti. Xohlaysanmi? Uni bermasligini bilasan. Yo'q, qalbimning ichida ilon mehribon va saxovatli jonzotligiga ishonaman. Nega? Mana, hala qol. Qani, uloqtir bo'l, ha? Mishqa. Yo'q, og'ayni, endi jahlimni chiqarding. Maxluqlar, bugun biz haqimizda nima deyisharkina? Salom, yaxshimisiz? Bu Tiffany Flappet 6-kanal shoshilinch xabarlar. Yomon yigitlarga Bolalar, bas qiling, bizni ko'rsatishyapti. Ular davrimizning eng shafqatsiz jinoyatchiligini yana isbotlashdi. Shafqatsiz? Bu yangilik. Nimaga o'xshab ketadi? Atirga shafqatsiz. Yangi saylangan gubernator Diana Foxington ortib borayotgan Gubernator? jinoyatchilarga qarshi kurashga bel bog'lagan. Ha, sizni eshityapman. Tushuning, yomon yigitlar qanday ishlashini bilaman. Ha, bo'lmasam-chi. Lekin bundan tashqari, ularga juda achinaman. Nima? O'zini yomon yigitlar deydiganlar aslida noshud omadsizlar. Ularni havaskorlarcha harakatlari va sodda ishlari ortida to'g'ri yana bitta bankni o'marishdi. Chuqur va bo'g'iq G'azablanmayapman, sen g'azablanding. rad qilish. O'zidan nafratlanish. Men faqat sendan nafratlanaman. Qalbidagi bu bo'shliqlarni na pullar va na san'at asarlari to'ldira oladi. Bugun qanday taom tayyorlaymiz? Demak, ularni Biz unutmay haqimizda qo'ygan. xulosa chiqardimi? Ijobiy jihatlarga e'tibor qarataylik. Mehribon fuqaro an'anaviy mukofotidan ijobiysi bo'ladimi? Ertaga oqshomda eng mehribon fuqaroga oltin delfinni topshiramiz. Unga ovoz berganimga ishona olmayman. Unga ovozingni Nima berdingmi? qildi? U ekologiyani asrash tarafdori. To'xta. Nimalar bo'lyapti? Ko'zing chaqnaganday bo'ldi. Bolalar, kim yangi ishga tayyor? Qiyiniga. Oltin delfin. Rostdanmi? Yo'q. Voy, meni telba deyishganda. Bu ishga kirishganlarni qamoqqa tiqishgan. Buxarestlik jinoyatchilar, omadi kulgan Jim qizil panja. Xo'sh, qizil panjani hibsga olishmagan. Ha, lekin u boshqa hech nimani o'g'irlamagan. Ilon, oltin delfinni burni ostidan o'g'irlab, gubernatorni momiqda yuzidan kulgi yo'qolishidan ham yaxshisi bormikin? Axir bu ham o'g'irlarning orzusi. Uni o'g'irlasak, ismlarimizni boshqa buyuk jinoyatchilar qatoriga qo'shgan bo'lamiz, ha? Hey, og'ayni, kelishdik deb o'ylagandim. Shaxsiy masalani aralashtirmaymiz. Keyin usiz ham barchasi joyida. Do'stlar, ozodlik bu o'ljalarga bir qara. Bo'pti, sen haqsan, unutdik. Oltin delfin bekor qilinadi. Juda soz. Cho'chqa o'z mukofotini olsa kerak-ku. Ha, mukofot aynan unga. Nima, cho'chqa? Ha, buni aytmaganmidim? Aytdim deb o'ylabman. Juda g'alati. Mehribon mavjudot-ku. Dengiz cho'chqasimi? Xo'sh, nima deysan, Ilon? To'rtdan mazaliroq. Mayda. Lekin u
mazali chiqsin-da. Xo'sh, birga boramizmi? Demak, reja bunday. Har yilgidek marosim Nafis san'at muzeyida bo'lib o'tadi. 6-delfin esa bevosita katta sahna pardasini ortida joylashadi. Oson bitaganga o'xshaydi. Osonga o'xshaydi og'ayni, lekin u yerga borish uchun 3 ta xavfsizlik to'sig'idan o'tish kerak. Birinchi qadam, olomon ichiga kiramiz. Professor Marmelad joriy yilgi 6-delfin mukofotining laureati. Bu sayyoramizdagi eng mehribon va g'ashga tegadigan mavjudot. Professor, so'nggi yilda siz urushlarni to'xtatdingiz, och qolganlarni to'ydirdingiz, juda ko'plab pandalarni qutqardingiz. Ayrimlar sizni ona Terezadan keyin ikkinchi o'ringa qo'yishadi. Bu musobaqa emas. Agar shunday bo'lganda, durang qayd etilardi. Lekin har birimizda ichimizda mehr guli bor deya olamiz. U doim yaproq yozishga tayyor bo'ladi. Ichkarida ikkita zirhlangan eshik bor. Birinchisini azaliy do'stimiz politsiya boshlig'i olib yuradigan kalit karta yordamida ochish mumkin. Ikkinchisi ko'z olmasi skaneri bilan jihozlangan. Ular maxsus guruh tomonidan qo'riqlanadi. Askarlar oldin zarba beradi, keyin esa so'roqqa tutishadi. Gubernator Foxington ikkinchi eshikni ocha oladigan yagona mavjudot. Demak, ikkinchi qadam u bilan yaqinlashishimizga to'g'ri keladi. Xayrli oqshom, janob elchi. Rahmat xonim. Qiziq matoh, jirkanch, ma'nosiz va juda bahsli. San'at musavvirdan ko'ra tomoshabinni kashf etadi, janob. Puddleton. Oliver Puddleton. Ha, juda yaxshi. O'sha shafqatsiz, yomon yigitlarga qarshilik ko'rsatish payti kelgan edi. Biroq aytib qo'yay, hozircha hech kim buni uddalay olmadi. Bu qiyin bo'ladi deb o'ylamayman. Murakkab bo'lishini sezyapman. Merosini mustahkamlash uchun ular katta ishga qo'l urmoqchi. Janob Puddleton, hazilkash ekansiz. Rostdanmi? Ularning yagona merosi umrbod qamoq. Oxirgi ishini ko'rdingizmi? Ketish yo'llarini belgilashmagan, qiyofasini o'zgartirmagan, hammaga o'zini ko'z-ko'z qildi, ya'ni haqiqiy rejasizlik. Olib borayotgan to'daning yaqqol belgilari qolaversa, keyingi ishi shaxsiy bo'ladi. Aynan shu yerda qo'l yo'lashlarini tushunarsiz. Xo'sh, bu sizni fikringiz. Ha, keyin men gubernatorman. Haykalga keladigan bo'lsak, gap masofada deb o'ylayman. Yaxshiroq nazar solsangiz, hatto chiqindidan ham asar yaratish mumkin. Yo, xudoyim. Bir qarashda hammasini tushuna olmaysan. Ha. Xayolimga kelib qoldi. Maylimi, chiqindini oldida gubernator bilan rasmga tushmoqchi edim. Janob Puddleton, o'zingizni tanqid qilmang. Hey. Demak, do'stlar, tomosha boshlandi. Kirishimiz bilan 3-qat tarqalib, joylarni egallang. Zobitlar, agar yomon yigitlar bu tadbirni buzishsa, ishimdan ayrilishim aniq. Ishonavering, o'zim bilan chuqurlikka sizlarni ham olib ketaman. Endi esa tarqaling. Bo'ldi.